Biz ochildik. To'xtanglar, ochilmabmiz, to'xtanglar. Mana bu beparosatlar men do'konimni harom qilib ketganda, shuni g'alatga tashlab yuborishim kerak. Do'konimizga yangi tovarlar keldi. Mana yangi stenka o'ta tekis qilib jichcha qiyshiq ekan o'maydi. Hech nima bo'lmaydi. Shakarimiz sotilmayapti-da. Shakar sotilmasa nima qilinadi bilasizlarmi? O'zi aslida kitobi bo'yicha shakarni narxini necha tushirish kerak, a? Balo deyapti. Men biznesmenman вообще. Biznesmen deganda ham qanaqa biznesmen? O'zbek biznesmenman, o'y. Mana. Qani shakar? Shakarimiz $3 ekan. Qolgan narsalarimiz mana $4, guruch $6. Nima qilamiz? Aytaymi? Shakar mana shu narxda qoladi. Qolganlarini ko'tarib olamiz narxini. Qolgan narsalarni. Mana u guruch $7 qilib qo'yginda. Qolgan narsalar narxini ko'tarib yuborsam, ne qarayapti? Bu yerda shakar arzon ekan-ku. Davay shakar olamiz deydi-da. Shakarimiz ketadi keyin. Qolgan narsalar narxini ko'tarib yuboramiz. Shakarimiz $3 qolgan narsalarimiz qimmat. 6 kallasida narx qo'yib qo'yganman. Faqat shakar ketadi endi. Hech kim yo'q, hech kim yo'q. Ana opa keldi. Opa kelaverasiz. Shakarlarimiz arzonlab ketgan. Boshqa narsalarimiz qimmatlab ketgan. Pochin. Shakarimiz arzonlab ketgan. $3 dan. Aytdimki, kelib birinchi shakar oladi. Boshqa iloji yo'q. Bularda tanlov yo'q. Opa, mana ko'rdinglarmi? Shakar уже ketishni boshladi. Opacha, ikkita shakarki, qolgan narsalarda iloji yo'q. Uyda qolmagani uchun olyapti-da. Nech pul qaytay sizga? $13 qaytish kerak ekan. Yaxshi boring. Nima yulduzcha bermadingiz? To'xtang, nima yulduzcha bermadingiz siz? Atsenka bosib qo'ying, biz do'konimizga yangi ochilganmiz. Bugun 2-kunimiz o'zi. Mayli, atsenka bermadi. O'ta qimmatlatib yuboribsizlar narsani deyapti. Ammo haqiqatdachi men adolatsizlik qildim, to'g'ri bilaman. To'xtanglar, shu nimani men. Opa to'xtab turing. Arzonlatib kelmasam bo'lmaydi. Yani 2 yulduz, 3 yulduz qo'yishib yuboryapti.